otlarga o'zingni otingga qaraganda qaraysan, mollarga o'zingni molingga, dalada o'zingni dalangda ishlaganda ishlaysan. Nima uchun bunday? Nega bu qadar halollik? Deganda qahramonimiz aytadiki, bundan boshqacha bo'ladimi? Musulmonman. Siz bu narsalarni menga omonat qilib berdingiz va men u omonatga nima qilaman? Xiyonat qilaman. Yana kunlardan bir kuni tegirmonga borishadi. Avval boshda aytganimizdek. Tegirmonga borarkan, u qishloqdagi odamlarni, xonadonlarda har biridan bir nechta odamlar chiqib, otlarga o'tirib, qator bo'lib borishar ekan. Sibirda yo'llar tekismas, bunday nima bo'lar ekan. Ya'ni otlar yuradigan yo'l keyin pastga qarab. Nega? Qor yog'sa yo'l ko'milib qolmasin. Qor atrofga tushsin-da, ot yuradigan yo'l nima bo'lsin, ochiq bo'lsin. O'sha yo'ldan yurib borishar ekan tegirmonda hammani bug'doyi un bo'lishini kutib, hammaniki tayyor bo'lgandan keyin yana birga birin-ketin qaytishar ekan. Qahramonimiz qaytayotganda hammani o'tkazib eng oxirida yo'lga chiqadi. Agar birortasi yordamga ehtiyoj sezib qolsa yo biror kor hol sodir bo'lsa, men unga yordam beray-da, uni bir koriga yaray, bir bilmadim, og'irini yengil qilay deb eng oxirida har doim o'sha ot aravalarni eng oxirgisi bo'lib yo'lga chiqar ekan. Bir safar deydi, birini u balandlikdan aytdimi, yo'lda yuqoriga qarab nima qilgan bo'ladi. U yerdan ot aravasi pastga qulaydi. Va o'tayotganlar hech bir shaklda yordam qilisha olmaydi. Ya'ni to'xtasa orqadan kelayotgan, oldida keldi, yana bir-biriga ziyon qiladi, boshqa qiladi, ya'ni bir shaklda yordam bermaydi hech kim. Deyarli yarim soat vaqt o'tdi. To meni navbatim yetib kelguncha, ya'ni uni oldidan o'tgunimcha. Men o'tib borar ekanman, o qadar hafsalasi pir bo'lgandiki, hatto u mendan yordamim so'ramadi. Ya'ni o qadar amin edi, unga hech kim yordam bermasligiga, hayotdan umidini uzgandi. Qahramonimiz to'xtaydi. Qor kuraydigan nimalar bilan qorlarni kuraydi, sekin birinchi otini, keyin aravalarini, bunisini hamma narsasini olib, ya'ni qutqaradi. O odam aytadi, seni oting nima? Meni otim Bekir. Sen rusmasmisan? Yo'q, men rusmasman, men turkman, asirman. Ruscha gapiryapsan? O'rgandim, men necha yil bo'ldi. Sen bosh kiyimingni chiqar. Bosh kiyimni chiqaradi. Men seni tanib oldim, Bekir. Men seni unutmayman. Bu yaxshiligingni bir kuni senga albatta qaytaraman. Men seni topaman, dedi. Keyin yo'limizda davom etdik. Yo'l ayriladigan joyga kelganda menga qo'llarini ko'tardi va dediki, Bekir, men seni unutmayman. Yuzingni tanib qoldim. Men seni albatta topaman, dedi. Men ham qo'limni ko'tardim va ikkimiz ikki tomonga ajraldik. Oradan taxminan bir 6 oylar vaqt o'tdi. Qishloqdagilar menga quyidagicha taklif bilan chiqishdi. Bekir, sen endi o'zimizni bir odam bo'lib qolding. Senga bir yer beraylik, sen o'zingga bir uy qur, yordam beramiz. Zaten seni bu yerda sevgan biri bor, ya'ni qishloqdagi qizlardan biri qahramonimizga ko'ngil qo'yib, u bilan seni uylantiraylik. Oila qur, yasha bu yerda, bir ish qil, hayotingni qur deganda qahramonimiz aytadi, yo'q, men bu yerda qolsam baribir bir asir o'laroq qolaman, qanaqa sharoitlarda bo'lmasin. Ya'ni bir hur, bir ozod odam bo'la olmayman, dedi. Ular aytib, bo'lmasa senga biz hujjat qilamiz, pasport qilamiz sendan. Biz seni tanidik, sendan bir umr sen asir bo'lib yasha olmaysan. Kim bo'lish kerak? Hur bo'lish. Istasang vataningga. Aytadi, bu yerda qahramonimiz
otam o'ldi, do'stlarim o'ldi. Yani hech kimim qolmadi. Bu yerda qolishimda bir mantiq yo'q. Men Anadoluga, vatanimga qaytishni istayman deydi. Ular ham bo'ldi, tushundik. Va qahramonimizga hujjat qilishadi. Va butun qishloq vokzalga, poyezdga bilet olingandan so'ng vokzalga kuzatgani chiqadi. Qahramonimiz aytadi, menga ko'ngli tushgan qiz bir chekkada yig'lab turadi. Hamma kelgan, sovg'alar bergan, xayrlashgan, rozi rizochiliklar so'ralgan. O'sha payt deydi, 3-vagondan biri Bekir deb meni chaqirdi. Poyezd 6 ta vagondan iborat. Meni biletim eng oxirgi vagonda. Lekin meni chaqirayotgan 3-vagonda. Biz sekin yerga bordik. Bekir dedi, men seni tanidim. Yuklaringni ber dedi. Va yonimdagilarga aytdiki, siz xavotir olmang. Men Bekirni juda ham yaxshi taniyman. Men uni qayerga borsa olib borib qo'yaman. Biz avval Astraxandan o'tishimiz kerak, keyin Bakuga borishimiz kerak, keyin yana yo'lda davom etishimiz kerak boshqa. Va aytdiki, men qayerga borsa hech xavotirlanmang, o'zim olib boraman. Bekirni juda ham yaxshi taniyman dedi. Bir kibor kiyingan, ustiga postum tashlagan bosh kiyimlari, bir qimmatbaho bosh kiyimlar boshqa. Endi Sibirdagi zodagonlar kiyadigan kiyim. Yuklarimni oldi, kupega kirdik va menga dediki, Bekir, meni tanidingmi? Aytdim, yo'q, afandim, siz tanimadim. Bosh kiyimini chiqardi. Tanimadingmi? Yo'q, taniy olmayapman. Sen meni jonimni qutqarib qolgansan. Esingdan chiqdimi tegirmon yo'lida birini hayotini qutqargan? Ha, esimda. Ha, o'sha men edim. Men u paytda endi u sharoitda, endi sovuqda boshqa, qirov bosgan yuzlarda boshqa sizni tanimaganman, afandim. Endi tanibdim. Mana aytdingiz. Men senga aytdim-ku, seni topaman dedim-ku, sen topding. Men har doim 2 kishilik joy olaman. Kupeda uxlab ketishni istayman. Tinchimni o'ylayman. Qarasam sen turgan ekansan. Keyin seni yonimga chaqirdim. Qayerga borsang o'zim olib borib qo'yaman, xavotir olma. Nima ehtiyojing bo'lsa tortinmasdan menga ayt dedi. Xullas yo'lda davom etdik. Endi poyezd yo'l shunaqa bir xavfli joylardan o'tar ekan, shunaqa bir baland osma ko'priklar, boshqalar bor ekan, poyezd o'tadigan. O'sha paytda qanday qilishgan buni deydi qahramonimiz. Men nimadaman, ya'ni hayratdaman, ya'ni u qadar baland jarliklarning ustidan, to'g'ri, keng juda uzoq emas, qisqagina joy, lekin bu jarlikning ustidan o'tgan ko'priklar qilishgan. Va u odam aytdiki, Bekir, bu joydan boshqa qaytib o'tmaysan, yurting ketyapsan, bu yerlarga boshqa qaytib kelmaysan, tomosha qilib qolgin. Shunaqa ko'priklar bor, shunaqa bir jarliklar bor, ya'ni inson ko'rish kerak bo'lgan joylar bor. Sen tomosha qil dedi, meni derazani yoniga o'tirg'izdi, tomosha qilib ketyapman. Bir joyga kelganimizda bir ko'prikdan o'tarkanmiz, bir silkinish bo'ldi. Va men qarab turibman, poyezdning oxirgi vagoni qulashni boshladi. Va bizdan keyingi 3 ta vagon pastga tushib ketdi. Biz quruqlikka chiqib qoldik. Ya'ni quruqlikka derkan, ko'prikdan o'tib olgandik. Bir hafta u yerda qolib ketdik. Temirlarga qorishib ketgan. Hech bir tirik odam topilmadi. Qahramonimiz bu joylarni, voqeasini, hayotidagi voqealarni, bu nuqtasini gapirarkan yig'larmish. Soqollaridan tomchilar. Nega yig'layapsiz deb nabiralari so'raganda aytarkanki, agar men o'sha kuni tegirmondan qaytayotganda u odamni qutqarmaganimda, bugun jarlikda o'liklar orasida bo'lardim. Chunki meni biletim 6-vagonda edi. 6-vagon jarga qulab ketdi. Agar o'sha kuni men qutqargan odam meni o'zini vagoniga taklif qilmaganda, u yerga joylashtirmaganda, men bugun o'liklar orasida bo'lardim.
Shuning uchun men u jarga qulagan odamni qutqararkan, men aslida o'zimni qutqargan ekanman deb yig'lar ekan. Yordam uchun uzatgan qo'lim o'zimni qo'lim ekan. U qo'l bugun meni poyezdlar qulayotganda tutib qoldi. Men o'zimni qutqargan ekan. Mashtag'a. Bugungi hikoya meni ko'p qiynadi, to'g'risini aytsam. Hayotda bunday voqealar juda ham ko'p bo'ladi. Ko'p kuzatsak, bugun ham sodir bo'layotganini ko'ramiz. Insonlar boshqalarni eng og'ir sharoitlardan olib chiqar ekan. Dunyo bir kun kelib uni ham eng og'ir holatlardan omonda saqlayotganini ko'ramiz. Bu dunyo shunday. Har narsani bir hisobi, bir kitobi bor. Bir yaxshilik hech qachon javobsiz qolmaydi. Bir yomonlik ham hech qachon javobsiz qolmaydi. Yana ko'plab xulosalar chiqarish mumkin. Bu qismini sizga qoldirdik. Aziz boshingiz omon, yo'llaringiz ravon, Yaratganning doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stim qara, insonlar yaxshi oqibatli, mehrimonatda sadoqatli, bir-birlarin ranjitmagan, yaqinlarin unutmagan, ham yaxshi ham yomon kunda bir-birin doim yo'qlagan. Do'stim qara, oz bo'lsa-da shukr nasibasi, ota-onalar duoda barchasi, umri uzun bo'lsin omon, duoda barchamiz hamon, tinchlik bo'lib hamma shodon, yuraylik barchamiz har on. Yuradi yaxshi insonlar yaxshi hayolatda, mahkam turadi halol yashar omonatda, hammaga birdek qilgan ishlari adolatda, yaxshilar ko'p hammasi diyonatda. Yuradi yaxshi insonlar yaxshi hayolatda, mahkam turadi halol yashar omonatda, hammaga birdek qilgan ishlari adolatda, yaxshilar ko'p hammasi diyonatda. insonlar nega tubanlashgan, bir-birin kulibon aldashgan. Kimningdir naslini so'ra, kim sherdek tortadi nara, kim bir chekkada bechora, uni qilarlar masxara. Do'stim qara, qarg'a qarg'aning ko'zin cho'qimaskan,